Hammaga salom ichida. Bugun ma'lumotlar videosining 3-qismini olamiz. Tak. Xullas, birikta yangiliklar bor. Yomoni ham bor, yaxshisi ham bor. Ko'rib turganingizdek, kanalim umuman past. Reyting past, like ham kelmaydi. 335 ta qotib qoldi endi bo'lmaydi endi. To'g'rimi? Bundan oldin ham bo'lgan. Birinchi qotani o'qigan. Shorts video qo'yganimga ko'p odam ko'rgani uchun ikkinchi marta uni to'g'irladim. Keyin to'g'irladim, men video qo'ydim, kamida 20 nechta obunachilarda to'xtadi-yu, keyin 20 nechtadirda mana bu to'xtab qoldi. Keyin bir amallab to'g'irlab oldim. Keyin 34 talar to'xtadi-yu, 32 ta bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Ana shu obunachini 50 ta. Ko'rishlar sonini 35 mingta. Like'ni 350 ta. Kommentni 100 ta, ulashuvni esa 50 ta qilsa zo'r bo'lardi. Xullas, ikkinchi yangilikka o'tsak, men studiya ochdim. Ya'ni mana ko'rishingiz mumkin. Endi videoni chetdan qo'yaman. Mana birinchi joy, ikkinchisi content. Har xil videolarim bor, hammasi. Keyingisi mana 28 kundagidan 78 o'sgan deyapti. 1700 ga chiqibdi. 82 o'sgan. Ko'rishingiz mumkin. Umuman pulga kelmayapti. Tomoshalar 48 soat oldin 3 real vaqt. Bunda 3 ta ko'rilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Sizlar shunaqa ko'rmaysizlar, bu yerda bahoni past ko'rsatadi. Keyin bitta narsa, mana dunyo va boylik va dunyo. Buni kanalni ismi boshqacha edi. Keyin 60 nechtadirmi yo 80 nechtadirmi onasi bor. Hozir 168 ta. Kanalga o'tib obuna bo'linglar. Keyin bu brachishga menga bitta komment yozgan. Mana bundan tashqari yana 6 ta kanali bor, obunachilarim bor. Eshitib turgan bo'lsangiz, ganshda bitta chat qoldiringlar. Keyin bitta obunachiga ega bo'lasizlar. Obunachi bo'ladi, keyin ko'rasizlar. Lekin 61 ta videodan 168 ta obunachi. Buni ko'rish shok dedi, prosta. Emas 59 ta video va 37 ta obunachi. Mayli, men bilmayman. Xullas, birinchisi, ikkinchisi bu albatta mana bizga bundoq qilasizlar, ma'lumotlar yozsanglar chiqib keladi. Bunga ovozli xabar ham yozganman. Buni kim o'tib o'qimoqchi bo'lib, gapim xullas o'sha o'qimoqchi bo'lsa, uni o'qisin. Men bundan oldin bitta video olgandim. Qolib ketdi. Bundan oldin bitta video olgandim. Ya'ni hatto yuz berib o'chib qoldi. Keyin uni YouTube'ga joylab o'tirmadimmi? Ikkinchisini olib qoldim. Buni yozganman oldin. Xullas, ana shu Telegram kanaldagi obunachini kamida 5 ta qilish kerak. Xullas, yana bitta yomoni,
men 2 haftaga dam olishga chiqib ketaman. Ya'ni 2 haftacha kanalimda video bilan chiqishim mumkin emasdir, chiqishi kam bo'lishi mumkin. Bo'lmasa umuman chiqmaydi. Chunki video qo'yishga vaqtim bo'lmayapti. Bu videoni ham 3 kun oldin bittasini qo'yganim, 3 kundan keyin ikkinchisini qo'yaman. Haftada kamida 3 tami 2 ta video qo'yilyapti. Shuning uchun men ozgina dam olganimdan keyin videolar 2 kunda 1 marta yoki 1 kunda 2 martami chiqishi mumkin. Keyin agar bu videoni tagiga ssilka tashlab olsam, mana shu Telegram kanalga tashlab olsam, kirib o'tinglar, obunachi ko'p bo'lishi kerak. Keyin mana bu 2 minutlik gapimni eshitinglar. Ular bu kanalda obunachilar bitta, adminlar bitta. Tak, xullas obuna bo'linglar. Mana shu Telegram kanalga o'tib, bu men uchun muhim. Bu yerda men o'zim uchun ma'lumotlar qo'yaman. Masalan, 50 obunachi bo'lsam, stream qo'yishga YouTube ruxsat beradi. Stream qo'ygandan keyin men kamera topganman, lekin menga emas kerak. Ani o'qiganman. Stream qilishimni qo'yib beradi. Keyin men bu yerga stream qilyapman deb yozaman. Yozgandan keyin kutaman. Masalan, agar Telegram kanalim yo'q, obunachi ham bo'lmasa, qachondir obunachi mayli yo'q bo'lsin, 50 obunachi bo'lgandan keyin stream yo'qoyaman deb yozib qo'yaman. Kim kirib ko'rsa ko'rdi, ko'rmasa bilmayman. Men stream qilayotgan YouTube'da chiqish kamdan kam hol. Shuning uchun streamga omad tilayman. Ya'ni streamni sho'kib tashlamaylar. Tahlillar chiqib. YouTube'da bola ko'radi, yarovchi. Xullas, bugun video shu haqida edi. Mana shu videoni ham tagida bir ikkita bo'ladi-yu, bir ikkita ko'radi. Lekin like 0. Bir ikki ko'radi, like 0. Nima bu? Insofingiz bormi? Mening kanalimga o'ting. Undan keyin like bosing. Ko'ringlar buni. Ko'rmasangiz bo'lmaydi. Keyin shaqqacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Xullas, mayli. O'sha Telegram kanal, YouTube studio ochdim. Mana shu. Undan keyin kanalimda obunachilar kamida 50 taga yaqin bo'lishi kerak. Menimcha, o'shanda bo'lsa, men yana 2 haftalik dam olishimni ichidan 50 ta bo'lsa, men o'shandayoq video qo'yib yuboraman. Undan keyin men keyingi haftaning chorshanba kuni, bugun chorshanba kuni Telegram kanalimga bitta kirib ko'raman. Agar 5 taga yaqin obunachi bo'lmasa, yoki 1-2 tami, 3 tami bo'lmasa, men bilan shunda aniq qilaman-u, ovozli xabar yozaman. Men endi dam olishim yana 1 haftaga cho'zildi deb yozaman. Shuning uchun kiringlar, kirmasangiz bo'lmaydi. Mayli, hammaga xayr obunachilar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Bye bye.